Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz bosh va yuz sohalarining mushaklari bo'lib o'tadi. Bosh sohasi va yuz sohasining mushaklarini ko'rishdan oldin biz ularning alohida o'sha sohalarni ko'rib o'tishimiz zarur bo'ladi. Xo'p, bosh sohalari asosan 4 ta sohaga bo'linadi. Bular regio frontalis. Bu frontalis mana ko'rib o'tirmiz, peshona sohasi hisoblanadi. Bu peshona sohasi juft bo'lib, oldindan peshona burun choki va ko'z kosasi qirg'oqlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Riga par etalis qismi bor. Riga par etalis qismi bu tog' bo'lib, tepa suyaklar konturiga to'g'ri keladi. Keyingisi riga occipitalis qismi bo'ladi. Yuqoridan ko'rib o'tganimiz tepa suyagi sohasidan boshlanib, bo'yin sohasigacha keladi. Keyingisi riga temporalis bo'ladi. Bu riga temporalis qismi juft chakka suyagining konturiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi yuz sohalariga kelamiz. Yuz sohalari asosan 8 ta bo'ladi. Bulardan boshlasak, riga orbitalis qismi mavjud bo'ladi. Riga orbitalis qismi mana shu qism riga orbitalis qismi hisoblanadi. Bu qism riga nasalis. Riga nasalis qismi bo'ladi. Riga orbitalisning ostki qismida riga infraorbitalis joylashgan bo'ladi. Mana shu qism riga infraorbitalis. Riga infraorbitalis yonida riga zygomaticus qismi ham bo'ladi. Keyin esa riga infraorbitalisning ostki qismida yana biz ko'rib o'tishimiz mumkin riga oralis mavjud. Mana bu og'iz qismi, bu oralis og'iz. Og'izni yonida esa riga butsalis bo'ladi. Mana shu qism riga butsalis. Xo'p. Bu og'izning pastida riga mentalis qismi mavjud bo'ladi. Riga mentalis. Keyin esa riga butsalisning yonida yana mana zygomaticusning pastida riga paretomastoideus sohasi bo'ladi. Mana shu qism riga paretomastoideus hisoblanadi. Xo'p, ko'rib o'tganimiz shular. Riga nasalisni ko'rdik, zygomaticus infraorbitalisni ko'rdik, riga nasalisni ko'rdik, riga mentalis shulardan iborat bo'ladi. Keyingisiga o'tsak, bosh muskullari klassifikatsiyasiga kelsak, bosh muskullar klassifikatsiyasi asosan 3 ta klassifikatsiyaga bo'linadi. Bular kalla gumbazi mushaklari, mana shu kalla gumbazi mushaklari va yuz mimika mushaklari mavjud bo'ladi va chaynov mushaklari mavjud bo'ladi. Ko'rib o'tganimiz bular mana bu qismlar bizlar chaynov mushaklari hisoblanadi. Xo'p, endi kalla gumbazi mushaklaridan boshlasak. Kalla gumbazi mushaklari musculus epicranius deb ataladi. Musculus epicranius bu o'sha kallaning ustki qismidagi mushagi hisoblanadi. U ikkita qorinchadan iborat bo'ladi. Mana ko'rib o'tganimiz mana birinchi qorincha, bu esa ikkinchi qorincha hisoblanadi. Xo'p, endi birinchi qorincha mana bu riga occipitalis deb ataladi. Riga occipitalis bu occipito frontalis, musculus occipito frontalis deb ataladi. Keyingisi esa riga temporopariettalis deb ataladi. Bularning boshlanishi venter occipitalis boshlanishi processus mastoideusdan, mana ko'rib o'tgandek processus mastoideusdan boshlanib linea nuxa supremada tugaydi. Venter occipitalis, venter frontalis esa gala aponeurotikaga birikadi. Gala aponeurotikadan boshlanadi, birikishi esa qosh terisiga birikadi. Mana qisqa qilib aytganda, venter occipitalis qismi processus mastoideusdan, mana shu processus mastoideus qismidan boshlanib, gala aponeurotikada tugaydi. Venter frontalis esa gala aponeurotikadan boshlanib, qosh terisiga kelib tugaydi. Xo'p. Buni vazifasi
vazifasiga keladigan bo'lsak, bu muskulning vazifasi qoshni ko'tarib o'sha ko'zga yorug'likni kengaytiradi, peshonada o'sha teri burmalarini hosil qiladi. Hop, mana ko'rib o'tganimizdek, qoshni ko'tarib ko'z yorug'ini kengaytiryapti, peshonada o'sha burmalar hosil qiladi. Innervatsiyasi nervus temporalis superficialis innervatsiya qiladi. Hop, keyingi mushagimiz musculus auricularis deb ataladi. Mana ko'rib o'tganimiz mana shu mushaklar musculus auricularis hisoblanadi. 3 ta musculus auricularis hisoblanadi. Bular 3 ta sohaga bo'linadi, 3 ta qismga bo'linadi. Bular oldingi, orqa, yuqoriga quloqsimon muskullardan iborat bo'ladi. Hop, keyingi bular endi mana yuqorisi gal aponevrotika boshlanib, quloqning asosida kelib tugayapti. Yondagisi esa orqadagisi esa linea superiordan boshlanib, o'sha quloq asosiga birikayapti. Superior qismi aytib o'tgandek yuqoridan boshlanyapti, gal aponevrotikadan. Oldingi anterior qismi esa bu ham gal aponevrotikadan boshlanib, birikishi quloq suprasi asosiga birikadi. Harakatlanishi o'sha quloq suprasini harakatga keltiradi. Innervatsiyasi nervus auricularis innervatsiya qiladi. Keyingi mushagimizga keladigan bo'lsak, keyingi mushagimiz bu keyingi mushak, endi yuz mushaklarga kelamiz. Yuz mushaklar, yuz mimika mushaklari o'sha anatomik teshiklar atrofida joylashgan bo'lib, xususiy fassia bilan emas, o'sha yuzning o'zining fassiyasi bilan qoplangan bo'ladi. Ular suyaklardan boshlanib teriga birikkan bo'ladi. Yuz muskullari asosan 3 guruhga bo'linadi: ko'z atrofidagi, burun atrofidagi muskullar va og'iz atrofidagi muskullardan iborat bo'ladi. Mana ko'rib o'tganimizdek. Hop, ko'z atrofi muskullariga keladigan bo'lsak, ko'z atrofidagi muskullar asosan 4 ta bo'ladi: musculus corrugator supercilii, musculus procerus va musculus depressor superciliidan iborat bo'ladi va musculus orbicularis oculidan iborat bo'ladi. Hop, endi bu qismni olib tashlasak, yaqqol ko'rinsin. Bu qismlar kerak emas bizga. Olib tashlaymiz. Mana. Hop, endi ko'z atrofi muskullari, mana ko'rib o'tganimizdek, musculus corrugator supercilii. Corrugator supercilii qoshlarni birlashtiruvchi mushak hisoblanadi. Mana shu qismda. O'zi orbicularis aytdik-ku, orbicularis ko'z atrofidagi mushaklar ham bo'linadi. Mana bu qoshlarni birlashtiruvchi mushak bo'ladi. Bu mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Mana. Buni boshlanishi margo supraorbitalisdan boshlanib, qosh terisiga birikkan bo'ladi. Vazifasi qoshni medial va pastga tortadi, vertikal burma hosil qiladi. Musculus procerus bo'ladi. Mana bu ko'rib o'tganimiz musculus procerus. Mana shu ko'rib o'tganimiz musculus procerus hisoblanadi. Uni boshlanishi spina nasidan boshlanib, birikishi qanshar terisiga birikkan bo'ladi. Vazifasi o'sha qanshar sohasida teri burmasini hosil qiladi. Xo'p, mana buni zo'riga keladigan bo'lsak, mana harakatlanishini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday harakat qiladi. Xo'p, keyingi mushagimiz mana bu hammasini birlashtirib olgan ekan. Procerusni ko'rdik. Endi musculus depressor supercilii. Depressor supercilii mana bu mushak. Hozir sizga ko'rsataman. Mana bu mushak depressor supercilii. Mana shu qism depressor supercilii hisoblanadi. Qoshlarni tushiruvchi mushak hisoblanadi. Boshlanishi burun suyagining yuqoriga uchidan boshlanib,
birikishi qosh terisiga birikadi. Vazifasi qoshlarni pastga va ichkariga siljitish vazifasini bajaradi. Mana ko'rib o'tgandek, mana hozir hop. Hozir mana bu qism, men bir qilib aytganda, mana bu qism pastga tushib, xuddi qoshni tushiradi-da. Bu animatsiyasi yo'q ekan. Hop. Keyingi muskulimiz musculus orbicularis oculi. Bu orbicularis oculi ham 3 ta qismga bo'linadi. Asosan o'sha pars orbitalis, pars palpebralis va pars lacrimalis qismlariga bo'linadi. Bulardan hozir chizib o'tsak, asosan bu mushakning vazifasi ko'zni o'sha ko'z olmasida o'sha qismini kichkinaytirib yoki kattartirish vazifasini bajaradi. Mana shu qismni ko'rib o'tgandek, mana ko'zni kichkinaytirib, o'zini kattartirish vazifasini bajaradi. Xo'p, buni chizib o'tsak, pars orbitalis qismi, mana shu orbitalis qismi, pars orbitalis, pars palpebralis qismi mana shu qism hisoblanadi. Asosan ko'zni kichkinaytiruvchi qism mana shu palpebralis hisoblanadi. Pars lacrimalis qismi bo'ladi. Demak, pars palpebralisni chizdik. Pars lacrimalis qismi mana shu qism hisoblanadi. Asosan mana shu qism lacrimalis qismi hisoblanadi. Xo'p. Mana aytib o'tgandek, yuqoridagi katta qismi orbitalis ko'z kosasi qirg'og'i bo'ylab joylashgan bo'ladi. Pars palpebralis ligamentum palpebralis medialidan. Mana bu medial. Hozir mana bu qora qilaylik. Mana shu medial ligamentum boshlanib, lateral ligamentum palpebralida tugaydi. Mana qizil bilan ko'rsatganmiz. Mana shu qism tugashi mana. Tugash shunday bo'ladi. Birikishi pars orbitalisda pars orbitalis o'ziga yana halqa hosil qilib birikadi. Palpebralis ligamentum lateraliga birikyapti. Lacrimalis mana bu oq bilan chizib qo'yganimiz lacrimalis edi. Mana shu lacrimalis orqa ko'z yosh o'simtasidan ko'z yosh qopchasiga kelib birikkan bo'ladi. Xo'p. Endi vazifasiga keladigan bo'lsak, pars orbitalis ko'zni kichkinaytirish, ko'z atrofida bir marra hosil qiladi. Palpebralis ko'zni ochib yumilishda, asosan mana shu qora bilan belgilanganim palpebralis qismi hisoblanadi. O'sha ko'zni ochib yumilishda ishtirok etadi. Lacrimalis esa ko'z yosh qopchasini kengaytiradi va o'sha ko'zda yosh to'planishda yordam beradi. Xo'p. Keyingi mushaklarimizga keladigan bo'lsak, burun atrof mushaklari. Burun atrof mushaklari o'zi 2 dona bo'ladi. Musculus nasalis. Musculus nasalis mana shu qism musculus nasalis hisoblanadi. Musculus nasalis asosan 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Mana ko'rib o'tganimiz mana 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Ikkinchisi mana 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Boshlanishi o'sha yuga alveolarisdan boshlanadi. Mana birinchi qismi, mana bu ikkinchisini, birinchisini. Mana shu qismi. Bu qism pars alaris hisoblanadi. Burun devor terisiga kelib birikadi. Pars transversi esa mana biri bilan birikish hosil qiladi. Qaram-qarshi muskul bilan birikish hosil qiladi. Vazifasi o'sha burunni teshigini to'g'raytirish vazifasi va qanotlarni pastga tushirish vazifasini bajaradi. Xo'p, mana bu kichkinasi. Kichigi qanotlarni pastga tortadi, ko'rib o'tgandek mana. Xo'p. Endi buni ham kelib ko'rib o'tsak, adashdim. Xo'p. Mana kiradigan bo'lsak, mana ko'rib o'tganda o'sha burun teshigini to'g'raytiryapti. Mana ko'rib o'tgan burun teshigi mana to'g'rayapti.
Xo'p, endi pars nasalis qismini ko'rdik. Endi musculus depressor septinazi bu o'sha burunning tog'ayiga birikadi. Mana shu mushak, mana bu depressor. Xo'p, avzori harakatlanishi mana. Depressor septinazi deb deyiladi. Bu muskul burun teshigini tushiruvchi muskul hisoblanadi. Boshlanishi kesuvchi tish alveolasidan boshlanib, birikishi burun to'sig'i tog'ayiga birikkan bo'ladi. Xo'p, vazifasi burun to'sig'ini pastga tortish vazifasini bajaradi. Xo'p, endi og'iz atrofi mushaklariga keladigan bo'lsak, og'iz atrofi mushaklari mana shu ko'rib o'tganimiz og'iz atrofi mushaklari hisoblanadi. Bu og'iz atrofidagi mushaklardan boshlasak, musculus levator labis superioris, musculus levator labis superioris yuqori labni ko'taruvchi mushak hisoblanadi. Mana shu levator superior, mana shu levator superior labi. Xo'p, avzoriga kelaylik. Mana bu yuqorgi labni ko'taruvchi muskul hisoblanadi. Burun atrofida joylashgan muskul. Boshlanishi margo infraorbitalisdan, mana margo infraorbitalis, ko'rib o'tganimiz margo infraorbitalisdan boshlanib, birikishi burun lab burma terisiga birikkan bo'ladi mana. Xo'p, yuqorisi vazifasiga kelganda o'sha yuqorgi labni ko'tarish vazifasini bajaradi. Yuqori labni ko'tarish vazifasini bajaradi. Xo'p, keyingi muskulimiz musculus levator labis superioris deb ataladi. Bu muskul yuqori labni va burun qanotlarini ko'taruvchi muskul hisoblanadi. Xo'p, mana shu muskul hisoblanadi. Xo'p, buni avzori mana. Bu muskul boshlanishi yuqorgi jag' peshona o'sig'ining asosidan boshlanib, birikishi yuqorgi lab terisiga, o'sha burun qanot terisiga birikkan bo'ladi. To'rtburchakli muskul plastinka hosil qiladi. Vazifasi o'sha yuqori labni ko'taradi, burun qanotni toraytiradi. Hop, keyingi mushagimizga o'tsak, keyingi mushagimiz keyingi mushak musculus depressor musculus depressor labi inferioris hisoblanadi. Musculus depressor labi inferioris mana bu mushak hisoblanadi. Depressor labi inferioris. Bu mushakni ko'rib o'tganimizdek, mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Bunda o'sha pastki labni tushiruvchi muskul hisoblanadi. Boshlanishi pastki jag' suyagi o'sha og'iz atrofi mushaklar tarkibiga kiradi. Bu vazifasi pastki labdan birikadi. O'sha pastki jag' suyagidan boshlanib, vazifasi pastki labni tortish vazifasini bajaradi. Keyingi muskulimiz musculus zygomaticus mayor va minor bo'ladi. Mana ko'rib o'tganimiz bu minor, bu esa kattasi mayor bo'ladi. Musculus zygomaticus mayor o'sha yonoqning katta muskuli hisoblanadi. Og'iz atrof mushaklar tarkibiga kirib, boshlanishi yonoq suyagining tashqi yuzasidan boshlanib, og'iz burchak terisiga birikkan bo'ladi. Vazifasi yonoq muskullarini o'sha og'iz burchagini yuqori lateral tomonga, mana ko'rib o'tganimiz yuqori lateral tomonga harakatlantirish vazifasini bajaradi. Bunisi esa minoris ham o'sha kichikroq muskul hisoblanib, boshlanish yonoq suyagi oldi yuzasidan boshlanib, lunj shilliq pardasiga kelib birikadi. Vazifasi o'sha yuqori lateral tomonga birikadi. Keyingi muskulimiz musculus levator angulioris deb ataladi. Musculus levator angulioris mana bu
pastki qismida joylashgan. Angular oris. Hop, buni boshlanishi fossa kaninadan boshlanib, bir kishi yuqori labga birikyapti. Vazifasi og'iz burchagini yuqori tomonga tortish vazifasini bajaryapti. Keyingi muskulimiz musculus depressor anguli muskuli hisoblanadi. Shu depressor anguli oris muskuli og'iz burchagini pastga tushiruvchi muskul hisoblanib, boshlanishi pastki jag' suyagidan iyak ostki teshik qirrasidan boshlanadi. Bir kishi esa og'iz burchak terisiga birikkan bo'ladi. Vazifasi og'iz burchagini pastga tortadi. Keyingi muskulimiz musculus orbicularis oris. Mana shu orbicularis oris hisoblanadi. Orbicularis oris vazifasi og'iz teshigini yopish, o'sha lablarni qisqartirib oldinga bo'rttirish vazifasini bajaradi. O'sha ikkita qismdan iborat bo'ladi. Pars labialis va marginalis. Labialis qismi o'sha labda joylashadi. Marginalis qismi esa aylana shaklda o'raydigan qismi hisoblanadi. Hop, keyingi muskulimiz musculus mentalis hisoblanadi. Musculus mentalis inkak sohasida joylashgan bo'ladi. Mana ko'rib o'tganimiz. Hozir inkak ostida joylashgan bo'ladi. Mana bu vazifasi o'sha iyak terisini yuqoriga tortish, ya'ni o'sha labni oldinga cho'zish vazifasini ham bajaradi. Keyin boshlanishi yuga alveolari mandibularidan boshlanib, bir kishi iyak terisiga birikkan bo'ladi. Keyingi muskulimiz musculus buccinator deb ataladi. Mana shu muskul. Mana buccinator deb ataladi. Bu muskul vazifasi o'sha lunchning ichki shilliq yuzasi o'sha tishlarga yopishtirish vazifasini bajaradi. Ko'rib o'tganingizdek, mana tishlarga yopishib turibdi. Tishlarga yopishtirish vazifasini bajaradi. Keyin boshlanishi pastki jag' suyagining yuqorigi shoxini pastki yuzasi, mana yuqori shoxning pastki yuzasidan boshlanib, bir kishi o'sha yuqorgi lab shilliq pardasiga birikkan bo'ladi. Xo'p, keyingi muskulimiz musculus risoris deb ataladi. Ko'rib o'tganimiz mana bu musculus risoris hisoblanadi. Bu musculus risoris og'iz burchagini lateral tomonga tortadi. Boshlanishi burun lab burmas sohasidan boshlanib, bir kishi og'iz burchagining terisiga birikkan bo'ladi. Vazifasi o'sha og'iz burchagini lateral tomonga tortish vazifasini bajaradi. Hop, keyingi chana mushagimiz musculus massetericus deb ataladi. Mana ko'rib o'tganimiz musculus massetericus hisoblanadi. Shu mushagimiz. Bu mushakning boshlanishi arcus zygomaticusdan boshlanib, bir kishi tuberositas massetericusga birikadi. Vazifasi o'sha pastki jag'ni ko'tarish vazifasini bajaradi. Keyingi mushagimiz musculus temporalis deb ataladi. Mana bu mushak. Hop, mana musculus temporalis mushakning vazifasi chakka suyagidan boshlanib, bir kishi pastki jag' suyagiga birikyapti. Vazifasi pastki jag'ni ko'tarish va orqaga tortish vazifasini bajarayapti. Keyingi mushagimiz musculus chayna mushagi musculus pterygoideus medialis hisoblanib, mana ko'rib o'tganimiz mana shu musculus pterygoideus medialis. Mana medialis mushagimiz medial qanotsimon muskul hisoblanib, boshlanishi pressus pterygoideusga mana pressus pterygoideusga birikib, boshlanib bir kishi pastki jag'ga birikyapti. Vazifasi pastki jag'ni mana oldinga suryapti. Keyingi mushagimiz musculus pterygoideus lateralis hisoblanadi.
Mana so'z bitiriga videoslateraliz. Mana ko'rib o'tganimizdek, bu ikkita qism bo'ladi. Pastki va yuqorgi qismi. Mana pastki va yuqorgi qismi bo'ladi. Pastki qismi qanotsimon usuqqa birikadi. Yuqori qismi esa o'sha ponasimon os sfenoidalisning mayor, a'lo mayoriga birikkan bo'ladi. Boshlanadi, birikishi pastki jag' suyagiga birikadi. Chunki birikadigan joy harakatlanadi. Vazifasi o'sha pastki jag'ni oldinga surish va o'sha qarama-qarshi tomonga surish vazifasini bajaryapti mana.